saodati bir istirohat, ko'rmas aslo ruhiy talofat. Ko'ksin silar haqiqiy rohat, kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Sizlarni 14 kunlik litsenziyalangan umra ziyoratiga taklif etamiz. Bizning professional jamoa sizning ibodat va ziyoratlaringizni mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz. Iyul oylari uchun standart paketlarimizni taklif etamiz. Paket ichiga umra viza xizmati, aviachiptalar, 3 yulduzlik mehmonxonalarimiz, 2-3 mahal milliy o'zbek taomlari hamda malakalik ellik boshlarimiz, kutib olish hamda kuzatib qo'yish xizmatlari, 5 litrdan zamzam suvlar, firma tomonidan sizga chiroyli kamzil hamda nimchalar beriladi. Madina shahrida ziyoratlarimiz, Qubo masjidi, Qiblatay masjidlari, Uhud tog'lari hamda xurmo bog'lari. Muqaddas Makka shahrida esa Arofat tog'lari, Muzdalifa vodiysi, Savr g'ori, Hiro g'ori hamda Nur tog'lariga ajoyib ziyoratlar. Ha, aytgancha, firmamizdan Qizil dengiz ham bepul. Ovqatlanish bo'lsa 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Avvalambor assalomu alaykum. Mana ko'rib turgan hurmatli mana obunachilarim, yaxshimisizlar? Sog'lig'ini yaxshimi? O'tgan safar videomda juda ko'pchilik kommentariyada yozib, shu insonni haqqiga duo qilishdi. Tanjolang sog' bo'lsin. Sizlardaqa yaxshi insonlar ko'paversin. Mana shu videoni boshida ko'rayotgan shu odamlar kelayotgan bu Masjidul Nabaviy, o'zingizlar ham bilasizlar, mana shu Ravzaga ochganda ko'pchilik oldiga o'tib olishga harakat qiladi. Shunaqa. Inshaalloh shunaqa yaqin bo'laylik. Biz ham shunaqa yugurib yuraylik inshaalloh hammamiz. Hurmatli aziz obunachilar, videomizni asl maqsadi o'zingizlar ham bilasizlar. Xudo xolasa sizlarni biz orqali shu chiroyli ziyoratlarga jo'natish. Men 3 yildan maqsad shu videolarni qilayotgan bo'lsam, umra ziyoratini qilayotgan bo'lsam, inshaalloh biror marta meni o'zing bilasizlar, yuzimni birorta chiqarib, mashi insondan borganda mana demadi. Inshaalloh kamchiliklar bo'ldi, kamchiliklar hammada bo'ladi. Butun dunyoda zo'r odamlardan hammasi kamchilik bor. Alloh taolo o'zi hammaga kamchilik berib qo'ygan. Hurmatli aziz obunachilar, Xudo xolasa bizda mana 15-iyulga Xudo xolasa joy ochilgan, o'zing xabarlaring bor. Kim bormoqchi bo'lsa, men ikkinchi videomda aytyapman. 15-iyulga Xudo xolasa to'g'ridan-to'g'ri parvoz Farg'onadan uchadi. Ko'pchilik tushunmayapti. Farg'ona xalqaro aeroportidan Jidda shahriga uchib boradi. 14 kunlik bo'ladi. Juda ham malakali, internetlarda mashhur, eng kuchli ilmli yoshlari ham shu 67-68 yoshda juda ham ilmli 50 boshimiz olib ketyapti. Bu 50 boshimizni men 15-iyul kuni YouTube ijtimoiy tarmoqda ko'rsataman aeroportga borganda. Xudo xolasa bu inson ismi ham sir. Eng malakali. Sizlar hali yosh bolalar qo'liga qolib ketmaysizlar borganlaridan keyin. O'zing bilasizlar, ko'pchilik reysni ko'paytiradi, borganlaridan keyin har xil 50 boshlar qo'lga tushib qolasizlar. Kimdir hali 17, 20, 25 yoshda 50 boshlar qo'lga tushib qolgan insonlar ham bo'ladi. Shunaqa, lekin bizda inshaalloh Xudo xolasa hammasi tajribali, malakali 50 boshlari. Asosiysi Madinada mehmonxonamiz juda ham yaqin, 3 yulduzli. Makkada ham Ajiyat ko'chada, 3-hojatxonadan tushganlardan Ajiyat ko'cha bor. O'sha yerda joylashgan. 3 mahal o'zbek milliy ovqatlari, hamma yo'qlar ziyoratlar ichida. 15-iyulga Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri parvoz bilan Jiddani o'zguchib boradi. 15-ga boradigan insonlar bo'lsa, tezda pastki nomerlarga telefon qilinglar. Xudo xolasa 15ga joyimiz turibdi. 15-iyulda Farg'onadan Jiddaga tezda telefon qilinglar. Yaxshi bo'ladi. Erkaklar ben tomonga o'taylar, ayollar bu tomonga turinglar. Erkaklar bu tomonga o'tinglar. Buna bana uydagilar hijolat qilishyapti. Nima yozadi? Ko'rinmagan. Boshqa yoqqa borib ketib Alda boshqa yoqqa ketib qo'ygan shekilli. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum. Mana ko'rib turgan mana tepalik Arafat tog'i deyiladi. Arafat tog'i Onamoto va Momoho onamizni uchrashgan joylari o'sha tepa joyda
o'sha 250 ya'ni 300 yil deyiladi. Jannatdan yerga tushganlardan keyin 250 bir-birlarini istarishib yurishgan. Momoho onamiz Jidda shahriga, Jidda atrofiga o'sha turadi. Endi bu paytda Jidda shahar bo'lmagan. O'sha atrofga odam atamiz Shri-Lanka orollari tomonga tushgan. 250 yil atrofida bir-birlarini istarishib kelib, asha tepalikda, asha Arafat tog'i tepalikda bir-birlariga topishgan. Ular o'sha 250 davomida faqat duolari bitta: Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin duosini o'qib yurishgan. Biz o'z nafsimizga o'zimiz ziyonkor bo'ldik deb o'zlari o'sha 250 yil davomida duolarini qilishib shu joyda uchrashishgan. Bu joyda yana bitta nimalari o'sha odam ato bilan Momoho onamizni duolari ijobat bo'lgan joyligi sababidan bu joyda duolar ijobat. Bu joyda yana bitta nomi Rahmat tog'i deyiladi. Rahmat tog'i bitta rahmat, Allohning rahmati yog'ilib turadigan joy. Yana bitta sabab borki, bitta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida haj bu Arafatdir deyilgan. Hajda eng katta birinchi amallardan biri shu Arafat. Shu Arafatga kirib shu Arafatda turishlik hajda eng bitta amallardan bitta amali shet. Shetga kirib, shetda o'sha peshindan keyin to kun botgungacha turmasa, bitta jicha bo'lsa ham o'sha 1 soat bo'lsa ham turmasa, haj bo'lmaydi. U qancha pul sarflab kelgandir, boydir, kambag'aldir, birorta davlatning boshlig'idir, farqi yo'q. Arafa kuni, Qurbon hayitini arafasi kuni shetda bo'lmasa, uni haj bo'lmaydi. Endi bu Arafani nimasi? Hududi biz ko'rib turganimizda uzoqlarda sariq bilan belgilar turibdi. Hozir kirayotganda ko'rsatdik. Asha belgilardan ichkarisi Arafat vodiysi hisoblanadi. O'sha katta hajga kelganlar o'sha Arafatda ichida, asha belgini ichida bo'lsa ham, Xudo xolasa o'sha haj bo'laveradi. Faqat amuni tepasida turishlik emas. U haj kuni buni tepasiga joy bo'lish juda ham qiyin. Hatto hali oq kiyimli odamlar shuna tepasiga chiqqanda asha tog' oppoq bo'ladi. Oppoq bo'lib o'ralib qoladi. Zontilar bilan nimalar bilan oppoq bo'lib o'sha nimalardan ko'rgansizlar. Shunaqangi ko'p odam bo'ladi. Mana shu turgan joylarimizda ham to'liq odam bo'ladi. O'sha mana palatkalarda, o'sha nimalarda davlat tomonidan kelgan nimalarimiz, hojilarimiz o'sha o'tirgan joylarida, o'sha palatkalarning ichida o'sha kech-kecha duo qilib o'tirishadi. Ular faqat duo qilishadi. Shom bo'lguncha, to kun botgungacha turiladi. Hajda amiri shomdan keyin chiqib bergandan keyin tashqariga Muzdalifa tomonga. Qolganlari ham shunaqa chiqib ketadi. Endi bizning hozir qiladigan ishimiz, buni belgi turibdi, Ka'ba mana shu tomonda. Endi o'sha odam ota momohamiz qilgan duolarni qilib, hammamiz bir qator duo qilib olamiz. Ommaviy hammamiz bitta duo qilib olamiz. Endi o'zlaring xohlagan duolaringizni qilasizlar. Amin. Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin. Poka Parvardigoro, duolarimizni ijobat qilgin. Umra amallarimizni o'zing dargohingga qabul qilgin. Gunohlarimizni kechirgin. Tavbalarimizni qabul qilgin. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Barcha ummati Muhammadiyaning gunohlarini kechirgin. Uylarda yotgan, banisalarda yotgan, kasalxonada yotgan barcha bemorlarga o'zing shifo bergin. Noumid qilmagin. Safarda bolalarimiz o'zing safarlarini bexatar qilgin. Elimizni, yurtimizni tinch qilgin, osoyishta qilgin, barakotlaringga serob qilgin. Rahmat nazaring bilan qaragin. Poka Parvardigoro. Barcha farzandlarimizni, ahillarimizni o'zing salomat qilgin. Umrlariga, rizqlarimizga o'zing barakat ato qilib bergin. Yosh qarilarimizga iymon ato qilib bergin, inson iymonlarini o'zlariga hamroh qilgin. Ikki dunyoda saodat topgan bandalaringdan qilgin. Bizning eng katta baxtimiz bo'lgan iymonimizni o'zimizga hamroh qilgin, Poka Parvardigoro. Oxir umrimizni oxirigacha iymonli qullaringdan bo'lib o'tishligimizni o'zing nasib qilgin. O'tar vaqt iymonlarimizni o'zimizga hamroh qilgin. Ro'z mahsharda yuzlarimizni yoriq qilgin, o'zingni jamolingga muyassar qilgin. Do'zax azobidan, qabr azobidan o'zingni
Panohingga qochamiz paka Parvardigoro, o'zing saqlagin, o'zing asragin. Paka Parvardigoro, qalblarimizda shar'iy maqsadlarimiz bor, tilaklarimiz bor. Arofatga borganda qilaman, duo qilaman degan niyatlarimiz bor, o'zing ko'rib turibsan. Yo Robbim, qalblarimizda shar'iy maqsadlarimizga ziyodasi bilan yetkazgin. O'zing kechirgan, o'zing kechirishni yaxshi ko'rguvchi zotsan. O'zing kechirgan tavbalarimizni qabul qilgin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا Allohu akbar. Endi o'zlaringni qalblaringda qanaqagin duolaring, so'rovlaring bo'lsa, chiroyli qilib o'zlaring duolaringni qilinglar. Mana shu yoqqa qarab duo qilaman. Suvdan boshlayapti. Barakasini bersin. Odam hazırlagan ko'p basagan omonlar. Juma kuni ulug' kunda odam juda ham ko'p. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Mehmonxona haramga juda ham yaqin. Inshaalloh. Juda ham yaqin. Ha, o'zaga. Onam ko'pligini qaraylar. Bola charchab qopti. Kelishyapti xonani. Tepalig'ida. Ajiyat. Alaykum assalom. Ha, Oshtova. Bormisiz? Qalaysiz? Tanidingizmi? Nima tanimaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdansiz? Chuqurg'ondan. Namanganmi? Yo Farg'onami? Qirg'iziston Chuqurg'ondan. Oshtova. Bormisiz? Salom ayting, ko'rib turibdi shunchasi qirg'izistonliklar. bo'lsin. Gap yo'q. O'zbekistondan. Gap yo'q. O'zbekistonliklarga ham salom. Hammasiga salom. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi. My brother, assalomu alaykum. Turkiyadan salom. Turkiya. I'm from Uzbekistan. O'zbekiston. Yes. Good. Mashallah. Mashallah. Turkiyadan keldi aka.